oling, ertalabda bittami? Sho'rva aka qo'shasiz. Jonim aka, qo'shasiz. Men bizni foydamiz olib qolasizda. Oling, baraka duo oling. Assalomu alaykum, hurmatli Mo'jizaviy kanalimizning aziz obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar. Bugungi video rolimiz Andijon viloyati Sharxon tumani Qizilbayroq mahallasidan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mollarimizni sotishni boshladik. Videoni boshida ko'rib turgan mollaringizni Seshami Cho'jamol bozoriga olib chiqib sotdik. Mollar yomon emas. Hozirgi holatga yaxshi pulga ketdi, chunki ko'pchilik bilib turibdi, bozorda semiz mol o'ta ham serob bo'lib narxlar ancha tashlab yubordi. Lekin degan holati bor. Yog'siz mol, qassob molni shuni ko'rishiga biladi-yu, yog'siz mol pul bo'lyapti. Tushungan qassoblar yog'siz mol tanlab olyapti. Mol juda serob, lekin yog'siz mollar yaxshi pul bo'lyapti. Biz ham o'sha videoni boshida ikkala molimizni olib chiqib sotdik. Bu mollarimizni bittasini mana shu uchovi birga keldik, 20 million 500 ming so'mga suyib qo'yib oldik. Bittasini chakam 15 millionga sotdik, bittasini 16,5 millionga sotdik. Ikkalasi 31,5 million pul bo'ldi. 31 million 500 ming so'mga sotgan bo'lsak, bozorga olib chiqqanda mollarimizni har doim odatim bor, taroziga qo'yib tortib olaman. Trivesiga mollarimiz 48 ming so'mdan to'g'ri keldi. Lekin shu tortgan holatimiz ham bozorga borishiga to'q qoringa tortiladi. Masalan, etta bilan mol qonni qanaqa to'q bo'ladi, shu holatda tarozini o'tkazaman mollar. O'shanda trivesiga 48 ming so'mdan tushdi. Cho'jano. Endi xudo xohlasa bu hafta ham sekin sotishni boshlaymiz. Mollarimiz hammasi yetildi. Bitta ikkita qassoblar keldi, mollar ko'rib, birinchi kelgan qassob yog'li ekan dedi. Ikkinchi yana o'zimiz mahalladagi qassob aka kelib, "Akramjon, mollar zo'r boqsiz, yog'siz ekan" dedi. Pulini kelishalmadik, so'yib bermadik. Bittasini so'yib berdim. Hali quruq go'shtiga 105 ming so'mdan. U meni qoplamadi. So'yib olish shunaqasi yoqmadi, to'g'risali moldi. Bashta shilma bo'lib ketdi-da. Shuning uchun toza go'shtiga emas, keyin o'zim ham siqilmay dedim, molni ham qiynamay dedim. Undan oyog'iga sotganim. Himmatda ma'qul deb oyog'iga bozorga olib chiqib sotdik. Qassoblar ham mol olayotganda hozirgi kunda hammasi qassob ko'zi ochiq-ku. Qaysi mol yog'li, qaysi mol yog'siz biladi. Mollar yog'sizligi uchun xaridor bo'ldi. Shuning uchun 48 mingdan to'g'ri keldi trivesiga. Endi bu hafta xudo xohlasa mana shu qizil bilan olani sotmoqchiman. Cho'jano. Ko'ringlar bu mollar. Ana. Jonivorlar. Ko'pchilik ko'rib turib, xunajinning bir tomoni bor-da, mana shu dumazza deydimi? Mana shu yerdan ham molingiz yog'li deydi-yu, lekin molning qovurg'alarini, etlarini ushaganda biladi, yog'li yo'qsizligini. O'zimiz o'sha eskitdan mollarimizni olib yuradigan qassob ham orqasidan ko'rguncha yog' bosibda deb turib, qovurg'alar ushlab, badanni ushlab turib, yog'siz ekan deb qiziqib qoldi. Mollarimiz shu holatda, ko'pchilik qiziqadi, nech puldan tushdi mollar deb. Mollar ash aytganimizdek 15 millionga olingan bo'lsa, bunaqa rasxodlarimiz katta emas. Oyiga 400 ming 500 ming so'mdan hisoblaymiz. O'rtacha mollarimizga 2 million so'm chiqarib yubordik ikkala molimizga. 12 million so'm foyda qoldi. Endi hisob kitobda adashayotgan bo'lsak, uzr so'raymiz, lekin foyda yaxshi qoldi. Mollar holat. Mollar ham
o'ta ham go'shtdor bo'lib, chiroyli bo'lib semirgan. Badanni ko'ringlar, novvos bo'lib ketgan. Mana shu holatda endi sekin boqyapmiz. Mana shu qizil bilan. Xo'p. Bular turib turadi. Mollarda yog' yo'qdi. Mana shu olani, ikkala kattani kelayotgan hafta sotish niyat bor. Triveslarni taxmin qilib qoldirib qo'yaverasizlar. Keyingi video roligimizda chiqaramiz. Mana shu holatda boqyapmiz. Mana rosa talab bo'lib qoldi. Agar sigir qilaman degan akalar bo'lsa, bu ham rossiyskiy parodaga o'xshaydi. Qassobga jalka. Qassobga jalka. Mana shu holatda sotilaveradi. Narx-navoz kelishlar. Bu mollar hali yana 10-15 kun turadi ham. Trivesi chiqib qolar 330-340 kilo. Lekin sutdor mol bo'ladi. Agar sigir qilaman degan akalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Asl novvosga qo'yadigan holatga kelgan. Kurak buzmagan, hali bo'zak bu ikkalasi. Hali bo'zak. Aloqaga chiqaverasizlar. 99lik aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu molimizga 99lik 123 telefon nomerimizga. Asl molga qo'yib sigir qilaman degan akalar bo'lsa, narxini kelishamiz. Lekin o'ta ham go'zal mol. Sigir qilaman degan olsin, maza qilsin. Novvoslarimiz inshaalloh hozir yana ikkita novvos uydan olmoqchimiz. Olib qolsak video syomkasini chiqaramiz. 3-4 ta novvos qilib qo'yamiz. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar. Boqish ratsionlarimizni ko'plab videolar qilganmiz. Ko'rib tomosha qilishlaringiz mumkin. Unaqa qimmat pulga tushmaydi mollarimiz. Rosa oshib ketsa 450 ming, 400 ming so'mga tushadi. Katta, kichik, suyuq, qo'yg'i. Agar qiziqqan qassob akalar bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Xohlasangiz taroziga mana shu kelasizlar, mana shu holatda taroziga qo'yib beramiz. Kelishilgan holatda. Xohlasangiz oyog'iga. Lekin so'yib beramiz. Jonivor mana shu holatda novvos bo'lib qolmaydi. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.